Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan bir qism mühim xəbərlərimizni əslitib ötməkçimiz. Mən Erkin. Məngil Çekrə. Uyghur diyarida barğansıra eğirləşib atqan siyasi besim hər qaysı joylarda qo'lga ilinganlarning shiddat bilan ko'payishi hamda ularning ko'p qismining eğir qamoqqa hukm qilinishida ro'shan aks etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu siyosiy mahbuslar asosan terrorlik va diniy asabiylikka chetilib qo'lga ilinganlar ekan. Radiomizning aniqlashlari davomida Yangisarda qo'lga ilinganlarning asosan 10 yillik yoki 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, bularning ba'zilari do'stligi yog'liq ortishni tavsiya qilganlar yoki kanit kadrlarini g'alcha deb tilganlar ekan. Xotanda gumpa mashq qilgan 1 yoshning 20 yillik kesilganligi ma'lum bo'ldi. Saqchilardan ahvol aniqlash jarayonida navbatda Yangisardagi keng ko'lamli tutqunda 100 ga yaqin kompartiya a'zosi va kanit kadrlarining 200 bilan qo'lga ilinganligi ma'lum bo'ldi. Türlük uçur mənbələri Xitay dairələrinin həc tavab işlərini qattiq kontrol qilish orqali Uyğur hacılarına zor qiyinchiliklarni tug'dirganligi ko'rsatilmoqda. Buning biri Uyğur hacılarning pasport elishidagi qiyinchiligi bo'lsa, yana biri həc tavab faoliyati jarayonidagi qattiq siyosiy nazorat bo'lgan. Buning bilan hajga kelgan Uyğur tavabchilarning soni bu yil ko'rinarlik azayib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Xitoy haj o'maklarining mutlaq ko'p qismini tashkil qilgan Tungan tavabchilar orasidagi ayollarga Uyg'urcha atlas ko'nglak kiydirish orqali tashqi dunyoga Uyg'ur hojilarning sonini ko'p qilib ko'rsatishga uringan. Muxbirimizning aniqlashlari jarayonida hajdan qaytgan Uyg'urlarning Udul o'z joyidagi tarbiyalash markaziga avatilganligi, bu joylarda biror haftacha tarbiya olgandan keyin ondan uylariga qaytishga ruxsat qilinganligi oshkor bo'ldi. Xitoy doiralari bu yil iyul oyida uqtirish chiqarib, kuzlik o'qish mavsumidan boshlab Uyg'ur diyoridagi boshlang'ich va o'rta maktablarida Xitoy bo'yicha o'rtaq qo'llaniladigan darsliklarning ishlatilganligini, shuningdek, aloqador darslarning Xitoycha o'tilganligini jakolagan edi. Muxbirimizning bu vaqtdagi telefon ziyorati jarayonida bu yangi siyosatning hozir Uyg'ur ili tavasida to'liq ijro qilinayotganligi ma'lum bo'ldi. G'oldi shahridagi bir peshqadam o'qituvchi hozir bu yangi siyosatning nurg'un o'qituvchilarni g'am andishiga mubtalo qilganligi, hozir Uyg'ur o'qituvchilarining xizmatdan qoldirilib, ularning o'rniga ishkirdan kelgan Xitoylarning saplanganligini bildirdi. G'oldi shaharlik ma'rif idorasidagi bir Xitoy kadr Xitoy tilida dars o'tishning ba'zi tafsilotlari haqida ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı yaqinda yezlardagi dehqonlarga o'ddiga berilgan terilg'u yerlarni qaytadan aniqlash va tizimlash haqida uqtirish chiqargan. Mazkur uqtirishda qaytadan tizimlashdan o'tgan yerlarning dehqonlarning muqim mulki bo'ladiganligi ta'kidlangan. Ammo Xotandagi bir qism yezlardan egallagan ahvollardan ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi terilg'u yerlarni aniqlash jarayonida dehqonlarning qo'llaridagi yerlarning yo'qolan bahonalar bilan tartib elinishga boshlaganligi ma'lum bo'ldi. Xotandagi hukumat xodimlari bu vaqtdagi savollarga javob berib, hozircha dehqonlardan o'tkazib olgan qo'shimcha yerlar uchun haq berish haqida yo'l yo'riq yo'qligini, ammo bu ishlardan dehqonlarning norozi emasligini bildirdi. Uyg'ur diyorida avjiga chiqayotgan ta'qib va kontrollikning hozir yuqori fan texnika vositalari orqali texmi kuchayotganligi ma'lum. Buningda har qaysi joylarga aniqlik darajasi yuqori bo'lgan bexatarlik kameralarni o'rnatish, kishilarning yonfonlaridagi zo'ravonlik, terrorlikqa qarshi doir uchurlarni tozalaydigan applarni majburiy umumlashtirish, avtomobillarga iz qo'g'lag'uvchi o'rnatish degandek tadbirlar ijro qilinishga boshlagan. Germaniyalik mutaxassislardan Adrian Zenis Uyg'urlar diyoridagi qattiq ta'qib qilishning sobiq Sharqiy Germaniya davridagi ta'qib qilish tadbirlariga o'xshab kelayotganligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, hozir bu xil ta'qib tadbirlari jumladan diniy e'tiqodga chetishlik cheklamalarning Uyg'urlardan olqib, tunganlarga kengayotganligi aloqador zotlarning diqqatini qo'zg'amoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 11-sentabrdan boshlab Shveysariyaning Jenva shahrida ochilishga boshlagan 36-navbatlik kishilik huquq kengashi yig'inida Uyg'urlar masalasi o'tirib qo'yildi. Hamda yig'in qatnashuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakolatan yig'in qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh kotibi Dolqun Aysa yig'in mazgilida Uyg'urlarning hozirgi siyosiy, iqtisod va madaniyat ahvoli haqida doklad berdi. Hamda shu orqali Uyg'urlar masalasini anglatdi.
Dolqun Aysa bu haqda fikir qilib, Xitoy hukumati barcha imkoniyatlardan foydalanib, Uyg'urlarning ovozini bo'g'ishga urinib kelayotgan bir paytda, mushundaq bir yig'inga qatnashib, Uyg'urlarning ahvolini anglitishning muhim ahamiyatga ega bo'lganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.